Sizlar bilan bugun biz funksiyalar mavzusini davom ettiramiz. Oldingi mavzuyimizda yuza funksiyasini yaratgan edik va bu funksiya ikkita butun son ko'rinishidagi argument olar edi va natijani ham funksiya butun son ko'rinishida qaytarar edi. Yana bir yangi funksiya yozib ko'ramiz va bu funksiyamiz ikkita sondan kattasini topib beruvchi funksiya bo'lsin. Va funksiyaga mos nom tanlaymiz, ya'ni kattasi ko'rinishdagi nom va ushbu funksiya ikkita argument oladi. Oladigan argumentlari haqiqiy son turida bo'lsin. Double. Son 1 deb ataymiz birinchi argumentni. Ikkinchi argumentni double turidagi son 2 ko'rinishida nomlaymiz. Demak, ikkita sondan kattasini qanday topaman? If operatoridan foydalanamiz. Dastlab if kalit so'zi va qaus ichida mantiqiy ifoda yoki mantiqiy qiymat yozilishi kerak va uning natijasi yo true yo false bo'ladi. Son 1 katta bo'lsin son 2 dan. U holda natija sifatida, ya'ni ikkita sondan kattasi sifatida son 1 ni qaytarib yuboramiz. Aksincha bo'lsa-chi, ya'ni son 1 son 2 dan katta bo'lmasa, u holda ikkita sondan kattasi sifatida son 2 ni qaytarib yuboramiz. Ushbu holatda bizda xatolik kelib chiqyapti. Ushbu xatolik funksiya natijasi int turida deyilgan, ammo biz double turidagi qiymatni qaytaryapmiz. Ushbu xatolikni yo'q qilish maqsadida funksiyaning natijasini ham double turida deb e'lon qilamiz va kattasi funksiyasi tayyor bo'ldi. Ushbu funksiyani ishlatib ko'radigan bo'lsam, ushbu holatda paydo bo'layotgan xatolik, o'ylashingiz mumkin, argumentlar butun son ko'rinishda berilayotganda. Yo'q, afsuski unday emas. Butun sonlar haqiqiy sonlarning qism to'plami hisoblanadi. Shuning uchun haqiqiy son so'ralgan joyga butun son berib yuborish xatolik keltirib chiqarmaydi. Aksincha, funksiyaning natijasi, ya'ni kattasi funksiyasi double ko'rinishdagi qiymat qaytarayotganligini ko'rib turibmiz. Double ko'rinishdagi ma'lumot turini qaytaryapti. Demak, funksiya natijalarini biz double turida deb e'lon qilishimiz kerak. Ko'rib turganingizdek xatoliklar bartaraf etildi va ekranga natija sifatida S4 o'zgaruvchisining qiymatini ekranga chiqaradigan bo'lsam, tabiiyki funksiyaga argumentlar sifatida, ya'ni son 1 6 ga, son 2 7 ga teng holatda yuboraman. Va S4 o'zgaruvchisining qiymati ikkita sondan kattasiga teng bo'ladi. Ya'ni bizning holatda 7 ga. S3 o'zgaruvchisining qiymati esa 6 ga, S2 o'zgaruvchisining qiymati 5 ga va S1 o'zgaruvchisining qiymati 4 ga teng bo'ladi. Dasturni ishlatadigan bo'lsam, ekranga S4 o'zgaruvchisining qiymati, ya'ni 6 va 7 sonlaridan kattasini topib berish kerak. Ha, natija 7 chiqdi. Demak, funksiyamiz to'g'ri ishlayapti. Ushbu holatda kattasi funksiyasi bizni har bitta son uchun alohida if operatorini qo'llash majburiyatidan ozod qildi. Nega? Chunki funksiyalarning asosiy maqsadi bajariladigan vazifalarni ayni bir argumentlarga nisbatan yechishdir. Ya'ni biz kattasi funksiyasini yozish orqali o'zimiz bajaradigan ma'lum bir ishlarni qayta-qayta hisoblamadik. Ya'ni 3 va 4, 4 va 5, 5 va 6 va 6 va 7 sonlar uchun alohida if operatorini yozmadik. Balki bir dona kattasi funksiyasini yaratdik va shu funksiyadan ixtiyoriy marotaba, bizning holatda 4 marotaba foydalanib dasturni tuzdik. Mantiqiy natija qaytaruvchi funksiyalarni ko'rib o'tamiz. Berilgan butun sonni juft yoki toq ekanligini aniqlovchi funksiya tuzib olamiz. Ya'ni funksiyamizni juftmi deb nomlaymiz. Va ushbu funksiya ikkita argument ola olmaydi. Bu funksiya bitta argument oladi va natija sifatida mantiqiy qiymat true yoki false qaytarish kerak. Agarda sonni 2 ga bo'lgandagi qoldiq 0 ga teng bo'lsa, ya'ni qoldiqli bo'lish amalidan foydalanib, u holda demak natija true, ya'ni juftmi funksiyasi rost qaytarishi kerak. Aksincha bo'lsa-chi,
u holda ushbu funksiya false natija qaytarishi kerak. Keling, funksiyamizdan foydalanib ko'ramiz. Ushbu holatda kattasi funksiyasining o'rniga juftmi funksiyasini chaqiramiz va argumentlar ikkita bo'lib qolyapti. Keling, argumentlar sonini bittaga olib kelamiz. Ushbu holatdagi xatolik funksiyaning natijasi double turida emas, balki bool turida bo'lganligidan kelib chiqyapti. Ekranga S2 o'zgaruvchisining qiymatini chiqarib ko'raman. S2 o'zgaruvchisining qiymatini chiqaradigan bo'lsam, ya'ni juftmi funksiyasiga argument sifatida 5 sonni berib yubordi. 5 soni funksiya tanasiga son ko'rinishida kirib boradi va 5 ni 2 ga bo'lgandagi qoldiq 1 ga teng. 0 ga emas. Shuning hisobiga else qismi ishlaydi va false natija qaytarib yuboriladi. Juftmi funksiyasiga agar men 6 ni berib yuboradigan bo'lsam, u holda 6 ni 2 ga bo'lgandagi qoldiq 0 ga tengmi? Ha, demak funksiya true qaytaradi. Shuning hisobiga juftmi funksiyasi berilgan argumentning toq yoki juftligiga qarab true yoki false qaytaradi. Va ekranga S2 o'zgaruvchisini chiqarib ko'radigan bo'lsam, u holda false. Aksincha S3 o'zgaruvchisini chiqarib ko'radigan bo'lsam, funksiya true qaytaryapti. Ya'ni funksiya sonning juft yoki toq ekanligini aniqlab beryapti. Bool turidagi natija qaytaruvchi funksiyalardan foydalanishning ajoyib yo'li mavjud. Misol uchun if operatoriga juftmi funksiyamizni argument 12 bo'lganda berib yuboramiz va natija true qaytaradigan bo'lsa, u holda ekranga aksincha false natija qaytaradigan bo'lsa, u holda ekranga toq so'zini chiqaramiz. Dasturdan foydalanadigan bo'lsak, ekranga juft so'zi chiqadi. Nega? Chunki juftmi funksiyasi 12 sonida true qaytaryapti va shuning hisobiga ekranga juft soni chiqadi. Aksincha argumentga men toq son berib yuboradigan bo'lsam, funksiya natija sifatida toq so'zini ekranga chiqaryapti. Ushbu holatda if operatorining shart qismida mantiqiy ifoda bo'lishi kerak. Teng true qismini ham olib tashlashim va funksiyaning o'zini yozib qo'yishim ham mumkin. Chunki funksiya mantiqiy true yoki false qaytaradi. Dasturni ishlatib ko'radigan bo'lsam, ko'rib turganingizdek dasturimiz to'g'ri ishlamoqda. Funksiyalarga argument sifatida mantiqiy tur, haqiqiy son yoki butun son, hattoki massivlar va string ko'rinishidagi yozuvlarni ham berib yuborishimiz mumkin. Misol uchun, parolni tekshirib beruvchi funksiya yozib ko'ramiz. Ushbu funksiyamizning nomi parol deb nomlaymiz va argument sifatida string ko'rinishidagi so'z o'zgaruvchisini berib yuboramiz. Va funksiya qachon rost qaytarishi kerak? Qachonki funksiyaga berilgan argument teng bo'lsa 1 2 3 4 ga, demak parol to'g'ri va true natijasini qaytarish kerak. Aksincha argumentga berilgan so'z 1 2 3 4 ga teng bo'lmasa, u holda parol funksiyasi false qaytarish kerak. Ushbu funksiyadan foydalanadigan bo'lsam, parol funksiyasini chaqiryapmiz va argument sifatida 3 ta 7 berib ko'ramiz. Ushbu holatda if operatori tanasida parolni tekshirib ko'rishim mumkin. Ekranga natijani chiqarib ko'radigan bo'lsam, S2 o'zgaruvchisining qiymatini natija false ga teng. Chunki parol 2 ta 8 emas. Agarda ekranga S1 o'zgaruvchisining qiymatini chiqaradigan bo'lsam, u holda yana false natijasi chiqadi. Chunki parol 3 ta 7 ham emas. Ammo S3 o'zgaruvchisining qiymatini ekranga chiqaradigan bo'lsam, ekranga true natijasi chiqadi. Nega?
Chunki parol haqiqatdan ham 1, 2, 3, 4 ga teng. Va buni biz yozgan parol funksiyamiz tekshirib beradi.